Salam dostlar, hammalarning mush vaqti xayrlik bo'lsin. Meleknazdan hammalarga sig'inib salomlar bo'lsin. Bugun men sizlarga Baltasar Grassanning Aql Parastat Dasturi nomli kitobdan o'zim yoqtiradigan parchalarni ariya qilib o'qib berishni loyiq ko'rdim. Yoqtirib anglaysizlar. Ustozlikqa arzugideklar bilan do'st bo'l. Biz işimizin barbara çoğuşuğa erişip, bizning yenimizde qaldığan dostlarımız sanaqlıqlı bo'ladigan. Yani ular bizning haqiqiy dostlarımız bo'ladigan. Balkim anglarmanlarimizning shundaq deb o'ylayman. Baltasar Grassan shundaq deydi. Do'st tutish ko'p jihatdan bilimlik bo'lishga foydali bo'lsin. Suhbatlashish o'zaro tarbiya elishga foydali bo'lsin. Dostunu ustaz qilib, bilimingning foydasi bilan suhbatlashishning xo'shalligini organik holda birlashtirib etkin. Yuksak idroqqa ega kishilar bilan birga o'tishga xushtar bo'l. Qilgan gap so'zlaring anglag'uvchilarga yoqadigan bo'lsin. Anglaganlaring seni bilimli qiladigan bo'lsin. Odatdagi ahvolda o'zimizning qiziqishlari bizni boshqalarga yaqinlashtiradi. Shunga bunda qiziqishlar oliyjanob bo'ladi. Ehtiyotchan kishilar hamisha mashhur qahramonlar bilan bardikarda qilishadi. Bu nom shuhratni ko'z-ko'z qiladigan sayna emas. Qahramonlik xislatini joriy qildiradigan sahna. Ba'zi kishilar bilimi va to'g'ri hukm qilish iqtidori jihatda hamma joyda ajoyib dong chiqarib ketgan bo'ladi-ki, ular hammada o'zi ulgu bo'ladi. Boshqalarga oq ko'ngillik bilan muomala qiladi. El ichida obro'y qozongan bo'ladi. Ular bilan fikrdosh bo'lg'uchilar birlikda aql farosatda hammadan ustun turadigan, o'zlarini bemalol va erkin tutadigan studentlarni hosil qiladi. Hammamizga do'stlarimiz bilan adoqcha japodumu halovatdumu birga bo'lishga nasib qilsin.